Assalomu alaykum Angulis. Bugungi mazmun Didi ko'ngil echish yig'ilishi, nachar iftixor iqimi va Kaliforniya o't afti. Bu mazmunlarning ichidagi o'zaro bog'lanish mening bayqaganlarim, shu to'rda ko'rganlarim, bayqaganlarim, mumkin ba'zi analizlar, mumkin shaxsiy ko'z qarashlarimni o'tirib qo'yman bugun shu masalalar to'g'risida. Hem bu iftixar iyiga çetişlik, münasebetlik, onundaki bazı şu baylarının, hukukdarlarının rezillik doğrusunda, onundaki naçar ahlak, kılıklar doğrusunda. Birinci mezmun dedi ve köngül içiş yığılışıdaki naçar akmi. Dedi diyen kim o? Dedi diyen Amerikanın danlıq naxçısı, rap, tez naxçı edilgan. Onunkin müzik sahasida gayet zor muvaffaqiyat qazangan adamlarning biri. Shundan albatta bay. Hem bu adamning danlıq adamlar bilan bo'lgan munosabatlari, onunkin munosabatlar cho'nqur. Bu yerda buning shu Kaliforniyadagi intayin yo'g'on uy, hashamat uyda bu doim ko'ngil ichish yig'ilish qildi. Şulan bu ko'ngil ichish yig'ilishiga u shu o'zi xohlagan eng dangdor shaxslarni, uning o'zining do'stlarini yig'ilib, taklif qilib ko'ngil ichish yig'ilish qildi. Bu ko'ngil ichish yig'ilishi odatda bilsizlar, nachar aroq ichmak, aroq tamakidan boshlab, uning chekimliklargacha bo'lishi mumkin, uning zahli dorilar degandek ishlar bo'ldi. Onunki bu yig'ilish tugagandan keyin o'zi xohlagan odamlarni qoldirib, yig'ilishdan keyingi faoliyatlar bo'ldi yarim kechada. Shunga buning yig'ilishi shu eng dangdor shaxslarni tortib, buning mushundaq yig'ilishdagi nachar qiliqlari, mushlar hammasi dangli ketib, buning shu dedi ko'ngil ichish yig'ilishi deb nomi bor. Dağınıq ketken bu Amerikada. Onunki bununla kirgen, bununla yığılışıga bağlan, təklif qılıngan, bağlan şəxslərdən şu dağınıq şəxs kino çolpaları Hollywood'un kino çolpalarını tatıb, dağınıq siyasi kişilərdən tatıb, məşhur kişilər, aştaq həmmə şəxslər var. Şu an bunun dağınıq yığılışı. Onunkin bu dedinin köngül içiş yığılışı načar, iftixar qımel qandaq desanlar. Bu dediğinin bu ahlakı bir načar bir adam, özü danlıq, ixtarlıq muzikant bo'lgani bilan ahlak jihatdan bak nacharga. Shuna men bu dedi to'g'riliq filmlarni ko'rdim, müjdatlik filmlari, xabarlarni ko'rsam, shuna bu asli shu menimcha bo'lsa shu yanala deydiganim shu ota-onasi nachar, dadasini to'g'ri xabari yo'q, ammo o'zi o'zining har xil qiliqlari bilan o'zining pul shuhratidan foydalanib hamda u xohligini qilish imkoniyatiga ega bo'ldi emasmi, shunga xohligini qildi-da. Shunga bu to'rlarga buning har xil usullari bor. O'zimi shunday nachar qiliqlarni video qilib ishlab to'rga yoydi. Men buning bir videosini ko'rib hayron qoldim. Endi bu qizoqlik munosabat, nachar iftixor iqimidagi erlik munosabat degandek bütün nəslərdən başqa bu özünün apısı bilan abay etişqan görünüşünün çıxırıb qoyubdu. Şundan bu hayran qaldım. Əmdi biz ana bala dada bala to'g'risida o'tirsida hamda suyishlar, bag'riga besish bu narsalar normal, ammo normal. Kichiklardan normal. Cho'ng bo'lgandan keyin illa quchoqlashish, tasavvur berish, peshonaga yuzlarga suyib qo'yish normal bo'pti. Normal deb ingliz deb ketdim, normal bo'pti. Ammo bu dedimi 30-40 yosh oshgan qiyroq deyman. 60 yoshdan mumkin tang. Bak inchik surishtirib ketdim, chunki bu surishtiruvsan bir mo'jin nachar qiliqlar chiqadi, aqchan odamning ko'nglini ilashtiradigan. Bu quramiga yetib qirib ketgan bu ikkisining ona bolaning unda eg'izga aba etib chiqirib xo'shallikdan shaxs qilsa biz uqmaymiz, karimiz yo'q-da. To'rga chiqarib qo'yishlari haqiqatan uning shu
deymiz dadılıq aprandamdıq. Shu ashta qilib chiqarib qo'yibdi, shuni ko'rib bulamlam ko'nglim ilashida uni davomli surish qilgan kamidi boshqa qolgan mazmunlarni surish qilay deb. Ham meni demoqchi o'g'lim u nimada nachar axloq u qirib cho'nglab ketgan unda odamlar unda qilmaydi. Nachar ota-onalar uningnikila onasining axloqida masalaga deb o'yladim. Shunga uning bundan nachar cho'ngib qilishi ne to'g'rishishga bo'lgan mana chunki oila tarbiyasi intayin nachar ekan. Buning davom chiqdi nimish bundan nacharligi. Agar ashta qila olgandan keyin qila olgan odam nimishlarni qilmaydi. Shuna bu dedining yig'ilishida mushta davomli shaxslar bor, o'z taklif qilgan o'xshash sohasidagi yoki puldor boshqa sohalardagi puldor davomli mashhur shaxslar hammani taklif qildi. Ba'zilar bordi, ana axloqi bala, vijdoni bala bo'lmaydi. Şu bağallar, qız qıb başlı bağallar degan o'ynab ko'rganini ko'rib hayron qoldi, og'zi ichib qoldi. Am buningli buning yig'ilishdan nurg'un nachar ahvollar berildi. Ba'zan deyishki odamning ko'ngli bo'lmaydi. Shunga gaplarni o'nglab qilay, o'zinglar tushunasizlar, o'ngshab qilay, o'zinglar tushuninglar. Shuna bu faoliyatlarda nachar ahvollarni qildi, ichidi, undan keyin bir-birini bozaq qilib o'ynaydi, hamda ishtihor yiqimay deganni qo'shimsa, u qizlarni bozaqlik qilmay, erlarni bozaq qiladi. Mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin. Uni oshkorlab ketgan mushtarligi yoshirin ishlarga videolarda, ovozli hujjatlarda shu uni odamning ko'ngli ilishadigan ahvollar bor ekan. Shundan bularningli misoldan biri Justin Bieberni bilsizlar, Justin Bieber shunday danglik. Naqshchi bala cho'lpan hozir amdi yangidan dada bo'ldi. To'y qilib baliq bo'lib. Shu 15 yoshida uni taklif qilibdi-ka. Onun ekan u taklif qilgan degan bu uni o'sha videolar bor to'g'ri oshkorlab ketgan. Ma bu Justin Bieber anamda 2 kun men bilan birga bo'ldi, bilyotdi debchi. Shundan bu kichik bo'lganligini nim qilolmay. Shu yerda Justin Bieberning ota-onasi apsi chon tutmagan yer bor. Hamda miyadagi muhim mazmun ota-onalar masalan farzandlarimiz mushta ko'ngil ichi sohasi yoki mushta danq chiqadigan sohalarga yo'l qadam qo'ygan bo'lsa, bolalarimizni egulayli, bolalarımızga yoq deyishni o'rgatayli. Ba'zi vaqtlarda masalan yoq deyish masalasi tas bo'lish mumkin. Shunda tas bo'lish mumkin. Masalan, Justin Bieber o'xshash uchada u degan yangidan ko'klayotgan yosh, mau dedi degan danglik shaxs. Buningga u yoq deyolmay qolib qoldi. Uni o'zim kichik bola. Bo'pti to'g'ri tushunaylik, ammo bolalarga ashta o'qitishimiz kerak. Mushta bo'ldi. Yoq deymi deb desa, biz bolalarimiz uchun ular yoq demagan chog'da biz bolalarimiz uchun. Justin'ninki ahvol qaraganchada u haqiqatan o'chaq yolg'iz. Menimcha uning bag'inining o'z xato, lekin bag'anchada ijtimoiy aloqa o'zining mushtaq kasb jihatdagi nimasi yo'llash uchun bor deb o'ylayman. Kechiringlar. Uni amal bo'lmagandi, ammo ish qilib nima degan bilan kichik bo'lamdi. Shu 15 vaqtida uni bilan 2 kun turibdi. Undan keyin hatto Justin Bieberning bir nurg'un kishilar diqqat qilmagan, naqsh tekstiga diqqat qilmagan bir naqsh bor ekan. Uning asosiy mazmuni shu, men 15 yoshimda dedi partiyaga berib, ko'ngil ichish yig'ilishga berib o'zimni yo'qotib qo'ydim deydigan aniqlar teksti bor. Shu keyinlikka nechadan keyin nima qilgan? Albatta uni demaydi, oshkorlamadi kichik bolani. Qaysi bir TV xabarda shu Justin'dan so'raydi, bu Didi bilan Justin ikkisini tang'liqi ziyorat qilgan qaysi bir programmada Justin deydi, men mashina birmadi, ammo texchi mashina ko'mdim. Undan keyin deb yig'ilishda deb og'zini ochgancha atlam Didi og'zini buzdim. Og'zini buzib emas, Justin og'zini to'xlab qo'ygan. Chunki kichik bola demoqchidan ba'zi ahvollarni, lekin u Didining pul bo'lsa jangal shurpa degandek pul bo'lsa hamma narsa uningga o'chqanlikin hamda Justin og'zini yupqlab qo'ygan bilan, chunki kichik bola bo'za qildi degan nim qilmaydi, ammo boshqalarning og'zini to'xlamadi. To'xladi,
To'xlagan chaqdimi, lekin o'zi xohlagani deb, xohlagani qilib, xohlagan oshkorlab qoldi. Masalan, shu apsini baqan shu video orqali o'zining qancha nacharligini isbotlab qo'ydi. Onun için qaysi birliqi ko'ngil ichish deyman, qaysi birliqi Grammy deyman. Mukofot qabul qilish so'zligida uning so'zlagan so'zi bor ekan, mukofot qabul qilgan ekan, so'zlagan so'zi bor ekan. Biz nima desak, sen shuni qilsa, biz sening ro'yingni olib qolamiz, biz siz berga yo'lga mangsa degandek ashta o'zini oshkorlagan. Endi bu pastkilarga chavoqchab o'qib ketdi, nadonlar. yoki qurbati yetmaganlar-chi, uni tuan darajliklar ish qilib yoki bo'lmasa shu ko'ngil ichish sohasida puldan boshqasi bo'lmaydigan, kar olmaydigan odamlar Müştə hər xil səbəblər bilan o desə çağçap deb boldi. Amma onun deganlari ham o'zini oshkorligini chaqchaq emas, o'zini oshkorlab, müştə degani ular degan vuyu deb degan chaqchap ketdi. Amma shu jamiyatga, insoniyatga o'zining yomon g'arzini oshkorlash shu. Onundaki müştə ishlar bo'ldi, onundaki uningki nachar axloqlarning yana biri shu qizlarni, o'g'illarni erlarni kar yo'q hamsa bo'za qilishi. Shu buningki oldingi qiz do'sti 10 yillik, 10 yillikmiki. Shu umi kino chopini o qiz do'stining shu tul bo'za qilib, nim qilqi bo'za qilib arjatda o'zinglar tushuninglar, ariq bo'za qilib nim qandiki bu oxir chidamay, oxir sotqatdi. Shu bu qizning dadillik bilan bosh ko'tarib chiqishi bilan boshqalar ilhomlab buningga qarshi turganlar chiqib shu buni bir muncha sotqilar tatib sotligi orqali endi buni hamda tekshiraylik deb tekshirsa, xo'y. Shundan bu hozir turmada bularni tekshirgandiki, buni shu Ashanbadagi shu yig'ilish bo'lgan uyda yer osti yo'l tepilgan uyni tekshirsa, yer osti yo'l tepilib, bu yer osti uy orqali butun boshqa cho'lponlarning uyiga tutishiga o'zi xalqancha. Shundan boshqa shaxslarga tutishib, unki bu yer ostilik tonalarda ayrim uylar bor ekan, uylarning ichida har xil karvat bor, undan keyin bir munchalik may o'zinglar tushunlar shu munosib ishlatgan maylar bor ekan. Shunday bovoqlami degandek uni nima ishlatgan o'zinglar bilsizlar. Ashta nas tepilibdi ekan. Bu tepilgandan keyin buning ug'usi cho'kilib ketgan gap. Shunday u hozir turmada uniki bu cho'kilib chiqqandan keyin shuna buningga tizimligiga bularlikı tekshirish boshlatdi hamda investigation tekshirishni boshlatganchada buning munosabatli bo'lgan, uning dedi yig'ilishdan keyingi yoshirin nacharlik razil yig'ilishi bor, ayrim yig'ilishi yarim kechada bo'lgan. Shu yig'ilishga munosabatli bo'lgan bir muncha odamlarning tizimligi ismlar chiqib chiqqan. Uning tizimligida hozir dedi tizimligida bu gapmi endi donliq bo'lib ketdi. O tizimlikning ichida donliq Hollywood cho'lponlari bor, Titanicni ishlaganlik arning tartib qamlashmagan Jennifer Lopez'dan tartib shunday jiqadan bakanda buni işte shuna bularimiz qo'qab shu bu cho'lponlarni bilsizlar, mayli pul bo'lsin, pul bo'lmasin, inson bo'libmi boylarga, chunki ular shuhratparast, bo'libmi boy shaxslarga nisbatan nima eng nachar, nima eng ta'sir qildi, eng qo'rqitdi, ularni eng rasvo qildi desa, shu ommaviy so'rinda rasvo bo'lish ularni eng qo'rqinch ishi. Shular bular rasvolashib ketishdan qo'rqib, undan keyin dedi turma kirib ketdi, dedining shu nachar razil jinoyatlarga chetlab qilishdan qo'rqib, o'zini yoshirish uchun, shu tizimlikdan chiqamaslik uchun shular bular shu sarang nachar aqimni qo'llaydigan, nachar iftixor aqimni qo'llaydigan, shu boylarni qo'llaydigan, undan keyin xalqlarni ko'rmaydigan so'lchilarni bakrak mablag'siz so'lchilarni nima qilib ketdi. Ammo biz uftir qo'ydi buni. Ya xudoimning oxiri. Amerikaliklarga yordam qilib, dunyoga yordam qilib, Trump ufti. Hamda bu yangi xabarlarda Trump nima chiqqandan keyin Elon Musk butun dedining tizimligi hamma odamni oshkorlamaydigan gaplar bor. Shunga deyman, 2025-yili oldimizga 4 yil dahshat 4 yil bo'ldi. Shu o'tirib ko'rgan kino reallik kinosilda. Kechiring. Shuna ashta bo'ldi. Endi buning dedi tizimligi degan shu. Endi buningdan keyin
Bu dediğin turma kirgetdi ham turmadan bizlar turmada har xil japalan tatib qiynalib qilib ketdi. Onkin chiqolmay. Uningkin bu dedininki advokati yaqinda istifa berdi. Axloqsi yo'q chunki bu dedining jinoyat haqiqatan nachar axloqqa qarshi, insoniy axloqqa qarshi jinoyat yig'ilishib ketadi-da, buni isbotlam ko'payib uyini ostida udan narsalar chiqib, uniki cho'lponlarga chiqib bu deylar bek cho'ngib ketdi, chunki chetilgan bek chiq emasmi? Hem de asası şu dedi o'zi. Shundan bu odam istifa berib dedini yoz qoldirib qo'ydi. Bu dedamni qo'rqib ketib shuncha pul to'lab chiqitay desa, Amerikada bizlar pul to'lab chiqib ketgan bo'ldi. Ma'lum mazgilju. U pul to'lab chiqitay desa uni sud raddiya qilibdi, esal. Shundan bu yoz qoldi. Unki men yoz qilib, men bu uni xabarini ko'rdim, yaqin xabarini ko'rsam, u bir telefon qilibdi o'g'liga. O'g'liga telefon qilib, "Nim deb tursanlar, "Hay, men bu eshik ashqan pesalarni ko'diratgan" deb degan bir gapi bor. Ogohlantirishga o'g'liga. Shu bir gapini oshkorladi. Shundan bu gapi chiqqandan keyin bu chiqqandan keyin qanday bo'ldi desanglar, Kaliforniyada cho'ng o'tapti bo'ldi. Ko'ydi. Shundan bu kishilarniki analizini ko'rsam, men qo'shilganlarim bor, unga hayron qolganlarim bor. Unki o'zim analizini topray. Bularning analizini ko'rsam, bularligi shu gapdan keyin pisaning ko'dirat degani bu xalqlar analiz qilib deydi. Shu Hollywoodki tanlıq kishilarning o'ylari shu butun narsani qo'shib ko'dirtish, ularning maqsadi shulig'indagi smart citylar aqlli shaharmi? Shuni qurishlar emas mencha bo'lsa. Ya onu to'liq bir salto deyman. O qurishlar emas, shu butun shu shaxslarning dedini o'yin bor da, shu butun shu dedini jinoyatga chetishib bo'lgan butun isbotlarni ko'dirib o'tish. Bundan pisa degan dal mush Kaliforniyadagi shu uylar, tunnel, mumkin ishdiki u bilsizlar u dedi shu qiliqlarning qanchada ochiq oshkorilib ketgan. Sınalğılar, ko'rinishlarning qanchalik tetiqsiz rezilligini bildik. Uning deganda qaysi bir uning shu butun videolar cho'kilib chiqadi hozir. Uning asha debdiki har bir yig'ilishlarni men nimaga tortaman, ayrim yig'ilishlarni sinig'a tortaman debdiki. Shundan buning o'ylari sinig'a to'shaqliqda endi. Har bir odam bilan u odamning qanaqan shundan ashlar pisa degan gapda endi. Shular ashni ko'dirat degani ham dedi, uningki ko'sh bo'ldi. Uningki buni hukumat degan bu wildfire baloyapat debchi, tabiatda bo'lgan baloyapat anamada degan bilan hozir ular ba'zi o't qo'yayotgan odamlarni tutibdi. Demakchi o'g'ni ham isbotlanadi, bag'ancha bu baloyapat emas. Odamdan sun'iy afat. Shuna uni ko'ydiribdi, shuni asha deb analiz qilibdi. Mencha o'sa to'g'ri, chunki unda shunda chetishqa borda bu masalaning. Uningki baylardan masalan shu Kaliforniya shtatininki shtat boshlig'ining shu o'tdan burunlar shu mablag'ni qisqartirib o'tishi. Mablag'ni qisqartirsa sotadiganga uskunlarga unki shu shtatning har ishlariga pulliqda oqsab qoldim. Mablag'ni qisqartirib o'tishi adamlar shu o'ylantirmay qo'ymaydi. So'g'it shirkatlarining Kaliforniyadagi shu xalqining uy mulk bexatarlik sug'urtasi bekor qilib o'tishi. Kechiringlar, chunki bu mushta keng ko'lamda ko'dirgil tursa, uningkin keng ko'lamda ko'dirib unga bularlikqa ko'p shu o'zi maqsadlik bo'lgan yerlarniki, cho'ponlarniki hamma narsani ko'dirib pakiz bo'lish uchun bular o'tni o'chamaydi. Har xil sabablar bilan. Shundan mesela mablag'ni qisqartirib, uningki suv yo'q, suvlar nima qilib ketdi debchi. Yon tarafda suv tursa, Aral u masal taraf. Shuni ashta qilib, uningkin buni keng ko'lamda ko'diramanki, kam ko'lamda ko'dirsa, mol mulklarni to'lash uchun buning bir muncha pul ketadi, albatta sug'urta shirkati buni to'lasi yo'q. Shuna mushta qilib, bular hammasi bir chetishliq. Shuna ba'zi odamlar deydi bu bir plan debdimi? Dahshat cho'ng planka. Nim degan shu azoblanishni japa-chekini bizda xalqlar kar yo'qmi shu pul boy danlaq
huquq tutayotganlarning o'yini oxiri. Şuna bunu aşı oylasak, haqiqatan adamning ichindirdi. Onun iken dediğinliği oturuşuq bağa çopalarning o'ylarimi ko'p ketdi. Ular bo'pti isbotlari ko'yildi, ularga ancha ta'sir olmaydi, chunki boshqa yerda bir muncha o'ylar bor yana millionlar. Onun kim dedi mesiga bormagan odamlarning o'ylari ko'p ketdi. Bo'libmi shu kang bizdek kang o'tira va tuan darajadagi kang xalqlarning hammasi shunchalik ziyon bo'ldi-da. Onun ustiga qaysi bir videoda ichiga qapishib qolgan bir ishga arabaga ishti bilan ular chiqolmay shu qapishib qolgan bir video chiqarib qo'yibdi. Uni ko'rib bizning o'tapidagi uyga qapsib qolganlarning videosi ko'z oldim kelib uningga shu oldin qaptida men oldingi vaqtlarda ishlagandim qisqalar qilib ma o'tapidi to'g'riqchi o'tapidi odamni haqiqatan azoblantirib uni aslib qo'ydi. Ham demakchi o'g'lim işte huquqdagi kishilarning unga shu razil boylarning shularning tayanchoq bo'layotgan, o'yinchiq bo'layotgan hukumatning biz xalqlarni ezishdiki va razilligi odamlar haqiqatan ochig'ini keltirdi. Ammo men ishonmaymanki adolat hamon jazosini berdi ularning. Xudoyim aman jazosini berdi. Chunki ularmi o'ladi hamon bir kuni. Ularmi shu kasal azobidan dadin tortib bo'lishga bo'ldi ish qilib. Hamon razillikning hamon so'rg'i bo'ldi. Mayli bu dunyoda bo'lmay qolsa, keyingi dunyoda bo'ldi. Albatta bu dunyoda cho'qim bo'ldi, men degandek o'lmaydigan odam yo'q qo'sh qilib. Hamon tanavini tortib o'lsa, masalan, men dediniki mana adolat surildi oxir. Turmada sesib kelsin o'birman. Shunchalik odamlarni, kichik bolalarni, shu tanilninki, mumkin shu hukumatlarning shunchalik isbotlarni nim qilib ketishi, shu neymiz, bola traffic neymiz, atkazchilik. Balalar atkazchiligi, ayollar atkazchiligi bilan chitishliqda mushtashlar. Atkazchiligi jinsiy munosabat sodasi, chekimlik degandek. Shunlar bu Trump chiqqandan keyin xudoyim bo'lsa muvaffaqiyatli chiqsa, undan keyin Trumpning yana bir yaxshi bir nimasi bor, siyosati bor. Men ashta o'yladim, siyosati bor. Shu atkazchilik, odam atkazchiligi bo'libmi bola, qur'onga yetgan bolalar atkazchiga chetlashib bo'lgan hamma odamga amdi o'lim jazosi berildi deb bek yaxshi, bek to'g'ri. Men ashta o'ylayman, men ko'z qarashim mening. Men o'ylayman bu shu sotmu ota-onalarning tarbiyasi nachar. Odamlar har xil yanza nachar tarbiyalab cho'ng bo'lib qolganlar nachar ota-onaligini qildi. Isl cho'ng bo'lganlar isl ota-onalik qildi mushtaqib yurish degan gap. Undan keyin nachar cho'ng bo'lib qolgan, nachar ota-onalik bo'lib qolganlar yaxshi cho'ng bo'lgan bo'lsa, idisi keyinlik ichilib, yaxshi ota-onalik bo'lsa, mushtaq. Biz mushtaq videolarni ishlasak, ko'zi ichilib, deb yaxshiroq bo'ldi. Ularning yaxshilishiga biz yordam qilamiz. Shu yaxshi bo'lgan mizmlan ham yordam bo'ldi hamdi. Ularni ko'zi ichib qilganlar. Ham demakchi o'g'lim odamga har xil narsa bo'lgan, ularni o'zgartirib bo'lmaydi. Shunga yana bir xil shu nachar ahvollarni oldini olishning yana bir xil yo'li shu sud, qonunni changlashtirmasa, qattiqlashtirmasa, undan keyin shu butun bulung pushqa qishqicha o'rgatmasa, yana mushta ahvol yuz beraveradi. Shunga qonunmi intayin muhim. Ham Trumpning degani shu bola qur'onga yetmagan bolalarning bala atkazchilari sodisini mushta bola sodisini qilganlarga o'lim jazosi berdi. Men o'ylaymanki, shu men o'siz bosqinchilik qilish, shu bosqinchilarning ayollarga bosqinchilik qilganlarga turma yoki minatchilik degandek mumkin hatto advokat berishmi huquq berilmas kerak. Agar isbotlab nim qilsa, ularga shu 20 yildan yuqori az deganchada jazosi berish kerak. Undan keyin 20 yilgacha hech qanday huquq, advokat tepish huquqi yo'q, hech qanday huquq bermas kerak. Kichik bolalarga bosqinchilik qilganlarningki qilgan shu razil ishplas jinoyatchilarga 1 yil turmada yetish huquqi, hech qanday huquqi yo'q. Advokat chiqarish huquqi yo'q, turmada yetib
Таза жапа тартып, shu turmada o'z qilgan askirliklarning hammasini shu tetib, o turmada 1 yildan keyin cho'qim o'lim jazosi berish deb o'ylayman. Ondaq anuniki mushu yangi o'zgargan qonunni butun bulung pishqoqlarga o'g'itish kerak. Mushta qilgan chada ishplas bosqinchilik qilgan bosqinchilar yoki mushta eski ishplas odamlar qonun o'rgangandan keyin shu askarlikni qilishdan burun o'ylandi. ikki sekundlik bu xo'shalligim uchun o'zimni turmaga tashlatmay, o'lab qolmay deb azroq o'ylandi. Shundan bu dahshat azidi degan bu razillik. Shundan bu ayollar, ankin bo'libmi balalar, erlar bo'libmi shu narsada balalar bexatarligi azroq o'smaligi kapolatga ega bo'ldi. Şu an Trump başta qildi deydi, hamda Xudoyim bo'lsa, shu muvaffaqiyatli chiqsa, mush yildan boshlab ko'radigan o'yinlarimiz jiq. Deydigan mazmunlar jiq bo'ldi. Mazmunlar ko'paydi degan gap. Shu mushlar degan gap bugun bundacha iftixor yaqimiga chetishlar u ham deyilqi. Ondan keyin shu dedi to'liq azaq tushunchi badim, ko'ngil ichish yig'ilishi, danglik ko'ngil ichish yig'ilishi to'liq tushunchi badim. Nacha iftixor yaqimi va Kaliforniya o'tapti va mush to'g'riliq shu torda ko'rganlarim, izlanganlarim, bayqaganlarim so'zildim. Endi oxirida so'zlaydiganim shu bizning ota-onalik tarbiyamiz. Mushlarning hammasini ko'rib turibsizlar. Men har qitim so'zlagancha ota-onalik tarbiyasini chitib gapqilmay, ham ularning otasini tilg'ab, ularni tekshirgancha oila tarbiyasini tekshirib so'zlayman. Mushu har qitim ashta bo'lgancha deb ko'pinchisi shu nachar oila tarbiyasini kelib chiqqan. Shunga bu intayin oila tarbiyasining intayin muhimligini bildirdi. Shunga deydiganim, yana ta'kidlaydiganim, o'zimizni yaxshi puxtalayli. O'yg'onmagan bo'lsak, o'yg'onayli. Oila tarbiyasi intayin bolalarimiz yaxshi tarbiyalayli, chang tutayli, ko'z quloq bo'layli. Ma cho'qim ko'z quloq bo'layli. Unkinaligi o'ylashib, malaqay vaqtim chiqimdi, mustasharat u bu deganlarni to'g'ri tushunamiz, ammo yanaliqi tangshigili bo'ladi. Yaxshi planlasangiz, ham xizmatingizni qila olasiz, ham bolalaringiz ko'z quloq bo'la olasiz. Tamam bo'ladi. Shunga cho'qim ashtaqlayli. Bolalarimiz bizdan kelgusimiz, kimligimiz saqlashning umidimiz, saqlashga umidimiz. Bizdan bolalarimiz masalan mushaga bo'lib qolsa, mushada bir muncha chabalan tatidi. Mushta ahvollar bo'ladi, do'char bo'lmay qolmaydi. Bo'lmi shu Hollywoodning unga shu siyosiy jihatlarda mushta razil odamlar qilmishlar cho'qim bor. Ammo biz ularga qan tarbiyalanganchada mushadimi cho'ng bo'lsin bolalar. Ammo o'ziga ching bo'lib cho'ng bo'lsin, o'ziga ishindigan, o'zidan iftixorlanadigan, faxrlanadigan bo'lib cho'ng bo'lsin, unga dadil cho'ng qilayli, yo'q deyishni bildigan qilib cho'ng qilayli, rad qilishni bilsin. Undan keyin agar endi kichkina tavsiyam, yana bir tavsiyam, agar biz farzandimizni mushu ko'ngil ichi sohasida, mushu kino film sohasida tarbiyalamoqchi bo'lsak, amal va nomi chiqish yoki bo'lmasa mushallaqi fursat kelgan bo'lsa, o'zimiz menajer bo'laylik, o'zimiz boshqaruvchi bo'laylik. Menajer shirkatlari qo'rqinchli ba'zilari o'zlari yaxshi bo'lib qolsa, keyingilar qo'rqinchli, ishqil murakkab bu masala. Ham xatarlik. Shuni agar bolalarimizni mushjatni qilib, uyg'urligimizni tunishga yon bir yo'l shu danglik shaxslar orqali texmi tunuydi. Uyg'urligimizni agar mushjatni sizlar bolalarni tarbiyalamoqchi bo'lsanglar, menajerlikni boshqarishlikni vakili bo'lishni ota-ona o'zi bo'lgan yaxshi. Chunki bilalaysizlar. Undan keyin shu ota-ona bo'lg'ishlar, qadrli otalar, analar muhim bo'lsa shu xizmat, u bu aldirash, bu deganlar bana sabablar sizlarda qolsin. Analarni qo'llasanglar, bolalaringlarni qo'llaganlik. Analar uyda shu bolalarga shu ko'z quloq bo'lib, bolalarning bexatarligi, ideya, ma'naviy va jismoniy jihatga bexatarligi, pokiz yeb ichish, axloq jihati tarbiyasi hammani yaxshi qila oladi agar sizlar qo'llab bersanglar. Ishtab xizmat tap chiqaratmay, unga o'zinglarmi ishdan tushib nimqanchada bolalarga ko'z quloq bo'lib so'rab, vaqtida ahvollarni egallab turib, o'zinglarning otliq burjonlarni ato qilsanglar bo'ldi, tarbiyalab degandek. Undan keyin bu iqtisodiyotda yer bermaydi, undan deganlar yer berdi. Agar ishkanlar mushta bolalish o'ylashgan bo'lsanglar, maslahatlasa bo'lsin. Ma pulni qisqartaylik, abmo qisqartaylik, unga baliq bo'lganki men bir
eşmançı bir atan dadı qasım meni eğer ana işleş qalsa çoğun boğandaki bu vaqtda çoğun ana lazım çoğun bir ana bir ata yoki ana ço'qin bir odam qilish kerak uyda bolalarni beqib bolalarga ko'z quloq bolalarni tarbiyalashda cho'qin birisi bo'lishi kerak Şoň aşta qilgan yaxshi uningki shu plan bo'yicha obdan paranglashib majatki mablag' chiqim azaytib bu azaytib degandek yaxshi planlagan bo'lsa jaqiliq ortiqlik ishlab nim qilib ketmaydi shu hajab ketmay shu mol yemak shmak mumkin har xil chiqimlarni yaxshi tayyorlab yaxshi planlab qilsanglar bir odamning maoshi amaliyotda yetadi tamoman yetadi faqat seni qanday planlab qilishinglar bog'liq Amdi çok so'zlar qo'ydim. Undan keyin mushuliq maktab o'qitishi degandekmi? Ha bo'ldi mushu 30 minutlik bo'pti, bak uzun qilsam anglash xo'shama qolmasin. Keyingi mazmunlarmi yaxshi nurg'un mazmunlar yaxshi bor, mushu oila o'qitish to'g'riliq, ota-ona tarbiyalik to'g'riliq davomliq, unki mushu narsa istixor aqimi qatorliq nurg'un yaxshi mazmunlar bor. Undan keyin ko'pchilikningki qo'llab quvvatlashi bilan mushu qurol yaroq doiralik mazmunlarni ishlayman xudoim buyursa hamma narsa chiqadi undan keyin mushtaq qilib nurg'un mazmunlar orqali mushu turbatlarni internetni bizmi shu o'zimizni mazmunlar orqali to'shg'izaylik siyosatlar emas o'zimizni tunishda nurg'un yangi mazmunlar bor shu orqali tunita olamiz ham shu orqali ana tilimizga mazmunni ko'paysak Uyghur deb jaq o mazmunlar shu bizning kimligimizni shu tutib turish dunyoga tunishda yaxshi rol o'ynaydi. Bu damsa bugungi mazmun shunchalik agar tushunmaganlar bo'lsa inkas qoldirsanlar bo'ldi. Tushuncha berish orqali ma mazmun qiziqsanlar yana men ikkinchi qismini ishlayman bu maqasi boshqa yarim mazmun o'taman ammo bu haqiqatan muhim mazmun deb qarab nima qildim shu Bu damsa keyingi mazmunni ko'rishaylik. Allohga emanet.